Salam dostlar, hazır qaqtanlar xayrlik bolsun. Mening ismim Muzaffer. Eng avval bütün dünyadaki analarning anılar bayramlarga mübarek bolsun. Bu qitim sizlarga dunyodagi eng kuchli pul qaysi davlatning puli degan temada bir video ishildim. Hammalarning yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Sizcha qaysi davlatning puli yoki qaysi pul birimi eng kuchli? Sterlinmi yoki dollarmi yoki yevromi va yoki lirami va yoki xalq pulimi? Qaysi davlatning puli hammadan kuchli? Unda olsa videomizga başlayalım ve hammamiz birlikte ko'rib chiqaylik. Shundaqlam yangi bilgilerden xabardor bo'laylik. Bir davlatning puli nimaga qarta qimmatlik? Pulning aqidagi davlatning kuchi nihoyatda muhim manbalardan birisi. Ya o'xshashlam shu davlatning iqtisodiy va taraqqiyoti qarta o'lchildi. Mesela biz Türkiye'de yaşayatımız. Türkiye'den 200 lira pulunu götürüp Amerika'ya yoki Yaponiyaga berip şu devletdeki restoran kirgan vaqtimizda ve 200 lira pulunu mulozimatchiga berip jo'zini to'shqas degan vaqtimizda mulozimatchi bizga bu nima adam chavatamsa deb suvmi bermaydi. Chunki sizdan davlatingizdan pulini tunish majburiyati yo'q. Agarda bir pul qancha kuchli bo'lsa, dunyoning har qanday yerlarida tuniydi. Agar bayonqi restoranda 200 dollar pulni chiqarib, jo'zini to'shqaz degan bo'lsangiz, shu restorandagi mulozimatchi 200 dollar pulni ko'rib, "Yo, ishlab sizga taxim yaxshi mulozimat qilgan bo'ladi." Amerika dunyodagi eng kuchli davlatlardan birisi. Agar xalqaro munosabatlarda yoki xalqaro tijoratlarda Amerikaning tishig'i tegib qo'ysangiz, sizni bir amallar bilan yumshata oladi. Iqtisodiy tarafdan yoki diplomatik jihatdan sizni ojizlata oladi. Iroqni ko'rganingizdek yoki Turkiyaning ba'zan Amerikaning tishig'i tegib qo'yib, iqtisodiy tarafdan zarba yegan vaqtlardek. Shundaqlam Amerika davlatlarga embargo yurgiza oladi. Yana bir jihatdan Amerika dunyodagi eng chong iste'molchi va xaridor. Hazır ekranda görgünler 2017 yılının son sıfırları. Amerika bütün dünyadan 216 trilyon dolarlık mal setip algan. Bütün dünyaya 125 trilyon dolarlık mal satkan. Türkiye'nin bolsa bütün dünyaya satkan mili 166 milyar dolar. Algan mili bolsa 214 milyar dolar. Türkiye dünyadaki en mühim 20. iste'molchi ve xaridor. Amerika olsa dünyadaki birinci iste'molchi ve xaridor. Eğer Amerika bo'ldi bundan keyin teshidan hech qanday narsa almayman, bütün narsani o'zim ishlab chiqarman desa, bütün dünyada ticaret krizisi yuz berdi. Lekin Amerika bundaq bir ishni aldirab qilmaydi. Chunki teshidan o'zi ishlab chiqargandanmi arzon maliyatda mal olalaydi. Shunga o'zining davlatida ishlab chiqarib ziyon tatqisi yoki jafo tatqisi yo'q. Demak, Amerikaning mushunga o'xshash yana bir xil kuchi mavjud. 1944 yılında Bretton Woods kelişmesi, yani xalqaro pul kelişmesi tuzildi. Amerika dünyanın pulini dollar deb o'ttirib qo'ydi. Ve bundan keyin oltinning hisoblanishi dollar bilan bo'ldi deydi. Ve şu chog'da bir ons oltinni 35 dollar deb hisoblaydi. Ons oltin deganimiz bir oltin birimi. Bir ons oltin 31 gram oltinga teng keldi. Hozir bir ons oltin 1700 dollar qiymatida. Shundaqlam Amerika 2. Dünya urushidan keyin bütün Avrupa davlatlari yiqilib, aran qolgan vaqtlarda Germaniya, Fransiya, Italiya degandek davlatlar hamiz tayyorlan bo'lib qolgan vaqtlarda Amerika jo'zining beshida o'tirib, hammalarga iqtisodiy jihatdan va moddiy jihatdan yordam qilay. Lekin bundan keyin neftni oltinga sundirmaymiz, dollarga sundiramiz deydi. Dollarga ilib satsalar, dollar shuning bilan dunyoning tijoriy pul birimiga aylandi. Türkiye mu şu vaqtlarda 2. Dünya urushi qatnashmagan bo'lsa-mu, "Ma'lum yordam qilsang olti aka" deb arsa kirib oldi. Bu yordam planining ismi bo'lsa Marshall plani. Ba'zi davlatlar neftni dollarga sundirib setishga qarshi chiqqan. Masalan, Iroq qarshi chiqdi, ketib qoldi. Venezuela qarshi chiqdi, iqtisodiy tayyor bo'lib qoldi. Hozir ekranda ko'rganingiz 1 dollarning Venezuela puliga sundirilgan shakli. O'xshashlam neft eksport qilgan davlatlar tashkiloti mavjud. Bularning ichida dollar bilan neft setishni qo'shqo'llab qabul qilgan davlatlar bor. Birinchisi Saudiya Arabiston keldi. Shunga yillardan beri Saudiya Arabistonning neft ishlab chiqarishi to'xtamay ustiga qarab chiqdi. Venezuelaning bo'lsa to'xtamay ostiga qarab tushdi. Masalan, Turkiya bir davlatdan neft setib olgan vaqtida Türk lirası bersa oqmaydi. Turkiya avval dollar setib oldi va neft olmoqchi bo'lgan davlatga dollar berdi. O'xshashlam Türkiye Amerikadan iPhone setib olmoqchi bo'lsa, cho'qim dollar bilan elish kerak. Shu avval dollar setib oldi, andan keyin tijorat qildi.
Türkiye'de yaşayotgan ko'pinchimiz xalqarалық fuarlarga, ya'ni xalqarалық ko'rgazmalarga qatnashib baqqan va shu ko'rgazmalarda ishlab baqqan. Shu yerdami boshqalarga mal bahosini bergan vaqtimizda dollar bahosida beradi. O'xshashdan biz ishkirga berib tashqi savdo qilmoqchi bo'lsak, ishkirdagi biror zavoddan yoki biror shirkatdan baho so'ragan vaqtimizda bizga dollar bahosini berdi. Men 2011-2012 yillari vaqtlarda Turkiyadagi turk tijoratchilarini Shanxayga bozor ahvolini chorlashga olib borgan vaqtimda u yerdagi butun zavodlar va shirkatlar bizga sizlar Turkiyadan kelibsizlar deb bizga turk lirasida baho bermagan. Dollar bahosida bizga baho bergan. Masalan biz olmoqchi bo'lgan ma'lum bir narsaning bahosini bizga 1 dollar yoki 50 sent shaklida hisoblab bergan. Shunga Turkiyadagi tijoratchilar boshqa davlatlardan mol sotib olgan vaqtida avval dollar sotib oldi va qo'ldagi lirani sotiydi. Turk lirasini sotgan vaqtida bozorda, ya'ni piyasada turk lirasi jiqiydi. Bozordan dollar sotib olgan vaqtida, ya'ni piyasadan dollar sotib olgan vaqtida dollar aziydi va dollarning qiymati yuqorilaydi. Yana bir jihatdan dunyodagi ko'pincha markalar Amerikada. iPhone, Nike degandek markalar. Shunga ko'pincha davlatlarning bu mahsulotlarni sotib olish orzusi bo'lganligi uchun Amerika bularga undaq bo'lsa, men dollar to'laysizlar. Shunga hamma odamlar dollar sotib olishga boshlaydi. Shunga dollar dunyoda eng ko'p ishlatilgan va eng kuchli pul birimi. Yana bir jihatdan ko'pincha insonlar Amerika banklarining va Amerika markaziy banklarining tahvil, ya'ni bir xil pul zayomi, pul yotqizish taloni desak bo'ldi. Bu xil talonni oldi. Bu bir xil mablag' silish turi. Ya'ni eng oddiy usulda sizlarga tushuntirib beray. Amerika Merkez Bankası, ya'ni Fed bir necha xil talon ishlab chiqardi. 10 yillik, 20 yillik, 30 yillik degandek. Mavu 10 yillik talon, mavu 30 yillik talon. Mening 10 yillik talonimni olsam, pulni olib kel, mening bankamga qo'y. Bu qog'ozni, ya'ni bu talonni olib ket, ya'ni 10 million dollar yoki 50 million dollar men olib kel, mening bankamda nayt ishonchli shaklda saqlab berman. 10 yildan keyin kel, shu chog'da o'sim bilan olib ket deydi. İnsanlar 10 yildan keyin yoki 30 yildan keyin Amerikaning yana shu yerda sog'-salomat turadiganligiga ishindi. Bugungi videomiz mishagich bo'lsin, hammalarning yoqtirib ko'rganinglarga rahmat. Agar yoqtirgan bo'lsangiz, atrofingizdagilarga tarqatib qo'yishni unutmang. Boshqalarmi yangi bilimlar va yangi uqumlardan xabardor bo'lib qolsin. Mening qanlimga ergashishni unutib qolmang. Hammalarga rahmat, xayr xo'sh.